Shunaqa buyuk umid bilan so'rangki, duoyim qabul inshaalloh bo'ladi. Inshaalloh Allohning dargohiga yetib boradi. Inshaalloh yaratgan egam unga quloq tutib ravo qiladi degan umid bilan so'rash kerak ekan. Keyin so'raganda, azgina so'ragan odamni Alloh taolo jalolatimga loyiq qilib so'rashni bilmading bandamdirkan. Bir kalima o'qiydigan farzand bergin deb so'ramang. Ko'p yig'illarda yuraman, quloqimga kiradi. Ayollar duo qilasizlar-da, bir kalima Qur'on o'qiydigan farzand bersin. Nimaga 30 porani so'ramaysiz? So'rang, Alloh beraman deb turibdi inshaalloh. Orqamdan 30 pora Qur'onni xatm qilib jo'natadigan zurriyot bergin Alloh. Bir parcha hovli bersin deb so'raydi ayollar. Bir parcha emas, daryodek vatan bersin. Mo'minlar yayrasin, ibodat qilsin, qadr kechalari bo'lsin, azon yangraydigan, yaxshilar mehmon bo'ladigan vatanlardan bergin deb so'rash kerak ekan.